Biz hozir noyabrdamiz. Bu degani qish yaqin. Bilasizlarmi, qishda ko'pchilik uyini topli pol laminat qiladi. Men sizga bu videoda Yangiqo'rg'on filialimizdagi laminat pollar haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda bizda nechta xil laminat pollar borligi, ularning narxi nech pul va hozir qaysi laminat pol trenddaligini ham aytib o'tib Bizda Rossiya, Belorusiya va Xitoy laminat pollarini 50 dan ortiq assortimentlari bor. Narxlari 63 ming so'mdan 195 ming so'mgacha. Hozir trendda bo'lgan laminat polimiz bo'lsa, mana shu archa fakturali laminat pollar. Bular universal hisoblanadi, istalgan xonangizga tushib ketaveradi. Endi nima uchun Domstroydan laminat pol olishim kerak deb turgan bo'lsangiz, hozir men sizga sabablarni tushuntirib o'taman. Agar bizdan laminat pol olsangiz, u korobkada siniq chiqib qolsa yoki laminat qilganingizdan keyin laminat pol ortib qolsa, biz ularni bemalol qaytib olamiz. Endi men sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman. Bu faqat Yangiqo'rg'onda filialimizda amal qiladi. Ya'ni siz Yangiqo'rg'ondagi filialimizdan 50 kvadrat laminat pol olsangiz, 5 kilometrgacha labo orqali yetkazib berish mutlaqo bepul. Yangiqo'rg'onda filialimizda hamma biladi, markaziy pochta ro'parasida. Hammani Yangiqo'rg'onda filialimizda ham kutib qolamiz.